Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlarga yor nega borsak bu sarkarda. Şinjan Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tajidorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan diydorlashganligimizdan intayin xursandman. Men Abdulla Abdulla. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal Sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yıllardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot suhbatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Adam yashab mushiga kelganda bir-birining unda ko'ziga qarab, bunda do'stlar ara boshqa gap qilmaymi? Emasmi? Bu balkim o'sha o'tag'an ko'rmanlar ichidimi, yaqin do'stlar ara bo'ldigan ish. Endi qanday bir sabab, qanday bir bana ikkimizning mana mushunchalik darajada hisobda mana davlatlarda guymi deydigan bir gap bor. Bolalar, yosh bolalar o'zlarini bir yaqin do'stlar guymi deb qo'ydigan chaqchaqam. Men haqiqatan shu Xalmuratning do'stligiga ikkimizning rishtasiga ashunda bir baho berman. Har qancha men masalan uyda faqat bir ardiq olay, men uxlay bugun charchab ketdim, hech qanday ish qilmayman degan taqdirdimi, shu kunlardimi? Agar sendan telefon kelsa, dirim adosh, ha? Shuncha jonlanib ketma bay degandek-chi. Ras. Shuna bu nima desa, do'st degan do'st. Do'stlar ishidimi, yana ashunda bir-biriga aktiv bir energiya bera oladigan bir tal telefon bilan, telefon urish bilan yoki bir ig'iz gapi bilan nolga qarab menayotgan kayfiyatni yuzga o'raltib o'tadigan do'stlar bo'ldi. Masalan, sen mening hayotimda shunday bir do'stim, buni sana chiqatim deb qo'ygan, demasam ayon bo'lib qolgan. Lekin bugungi suhbatimizda ko'pchilik davomli bilmoqchi bo'lgan bir mungdoshlarimizning orasida yana bir yetmoqchi bo'lgan ishlarining birisi, uchurlarning birisi shu. Ikkimizning do'stligi to'g'riliq. Shunday. Nega bo'lsam Qashqarga, Shimolga yoki Janubga borsammi, bizning do'stlarimizning ikkimining do'stligi yomon peyzimiz bor. Bak qiziqimiz, qanday shu hikoyalar. Ikkimiz bak ko'ngilli qudayman, bilib turgan vaqtlar deydi. Haqiqatan shunday. Mening esimda qolishicha, sen 94-yili, 95-yili idora qilgan. Sening o'sha maktabga kelish harbisidagi biz ish kuchlardan bir deysak. Ha, bo'ldi. San'at institutining drama aktyorlik kasbiga, menga o'xshash bir kasb ekan. Menmi Qashqar tarafdagi Maralbeshni aytsa, Tumshuq shahrida bir yezidagi cho'ng'ilgan bir. Senmi shimol tarafda bir yezida cho'ng'ilgan bir. Sen qanday bo'lib shu Shinjan san'at institutiga kelib qolsan? Jag'istay o'rta maktabni 1988-yili Jag'istay o'rta maktabni bitirdim. Shu yili oliy maktab imtihon berdim. Oliy maktab imtihon nomerim yetmay, oliy maktabga o'tamadim. Lekin maktabda faoliyatchan. O'rta maktabniki san'at faoliyatlari, rasm kurslar, shunday ishlarda faoliyatchan o'zimdan arjatdan o'quvchilar ichida voy talantli bola. Müzik çaldı, naqshiddi, rasm sizdi, o'zlaqat yozdi deb meni shu maktabniki mushtaq faoliyat ishlariga to'liq mas'ul qilib berdi. Tam gezdi ishlaydigan ishlarni mas'ul qilib berdi o'quvchi vaqtimda. Shu ba'zi sinflarning tam gezlarini men ishlab berdim, to'pisidagi o'zning xatlarini yozib, mancha sinfniki tam gezdi deb. Mushundaq faoliyatlar ko'p bo'lib keldi, maktabning san'at musobaqalariga to'liq bolalarni yetaklab bunday qilgandan keyin bu maktab bitirib, maktabdan chiqib ketgandan keyin o'tir maktabga nisbatan bir kuchdan ayrılib qolganda
bir hissiyatga kelib qolibdi maktab. Seni o'rnini to'ldirib ololmay. To'xtag'ina. Mushu balani o'zimizning o'qituvchisining balasi ham mushu balaning dadasining qo'lida o'qiganmiz. Mushu balani mushu maktab, oliy maktab o'tmagandan keyin mushu maktabga muallim qilib olmaymizmi buni deb 1989-yili meni Maktab o'rta maktabga muallim bo'lib qoldim. Bola muallim. Dayki muallim deylik, takliflikda. Muallimlik qilib judim 1,5 yil bo'lganda bir kuni o'quvchilarga dars o'tyapsam, 6-sinfning bolalarga. Ishni g'osh ichiblar bizning bizning Jag'iston yezliq madaniyat gensi deydigan, madaniyat punktida ishlaydigan kadri Vesenji akam deb bir akam bor, hozir shunday yaxshi o'taman akam bilan. U akam ham shu xizmat ishlaydi, ham rassom. Rassomning yaxshisi edi. Shu Xolmurat moyaq chiqadi. Shukrab chiqsam, opnim rayondan artistlar kelibdi, seni ko'gili deydi. Bu qanday gap bu? Qo'lim titrab ketdi. Opnim rayondan artistlar kelgan bu Jag'istonga qanday bo'lib ketdi deb. Dayazjon toki chetaqliq petilar shu qoldi. Jugagan peti yezliq hukumatning zaliga kirsam, bizning ishimizning ustozimiz Mayra Zakir, ishimizning ustozi Tuyg'un Ahmedi, ishimizning ustozi rahbarimiz Nijat Akbar, bizning marhum ustozimiz Margulzinon qatorliq ustozlarimiz borki. Ash ishdan kiribli Tuyg'un kam do'nib qoldim boshdan. Nasr apandimning kinosini ishlagan vaqtlar tashi. Hozir Tuyg'un kam do'nib qoldim, Nijat kam do'ndim. Shu yerda qarsam mush ustozlarimiz turdi. Shunda o'zim bo'g'ib ketdim. Xolmurat Umar degan, Xolmurat sanmi dedi, ha dedi. Va Chapchanlayga chiqdi-ki, Chapchanlaydan madaniyat ma'rif idorasida Erkinkam deydigan bir ustozimiz bo'lgan. Erkinkam, "Ash Jag'istonga chiqsanglar bir bal va sizlar kerakli bal ashu" deb. Erkinkam ko'sa. Shuna bilan u vaqtida Chapchanlay bilan Jag'istonning oralig'idagi yo'l andaq asfaltli yo'llar yo'q. Nachar yo'llar sharoit. To'pa yo'lda. Shu Mayra apay qiziqibdi, ashak chiqamiz Jag'istonga deb. Bo'ldi deb. Shoxlarlik Beijing jip deydigan mashinlar. Shu mashinlar bilan chiqibdi. Ko'rib ashadi mendan qisqa bir imtihon oldi. Nima ish qila olaysan sen? Dedi, men muallim. Men nima ish qilib beray sizlarga? Naqsh etib beraymi, usul o'ynab beraymi, tambir chap beraymi, duta chap beraymi? Desa, voy bu shuni hammani qilamiz. Voy, hammani qila olayman. Tomoqmi etaman? deb bir kuldirib, velosipedni o'ynalaymi deb bir kuldirib qo'ydim. Angacha eshikdan bir tambir shartli kirdi. Naqullar bilanlar. Akam akib tayaqib bo'pti-ki. Sonra tambirni chaldim, naqsh etdim. Uni buni doğrab berdim. Miras qor deydigan. Mudo'g'an kino. Shu kinolardagi Azimatxonni doğrab berdim. Vaqt uruq vaqtimda ko'zim chakchaytib, bir ahmoqning beshim bu yugurdim, Azimatxon oldim. Ular kulishib ketdi. Ashtaq qilib u yerda bir itob atidan boshlab G'uljiga kirib imtihon bering dedi. Xayriyat G'uljiga kirib imtihonlarga qatnashdim. Shudaq bu imtihonlardan o'tib endi bu yerda qisqartsak deb. Sana shu yanga o'qishga keldim. Shunga sen bilan yeshimdan mening keyingi qarar olib qolganimizda ayada bir 2 yil anda bir ish bor. Mushu ko'pchilik davomli qo'yib, qonda ishqilib bir qararni qo'yasizlar. Bir qararni deb qo'yman ba'zida, lekin 94-95-yillari Xolmurat xizmat kelganligini bilganlar ishqilib nima ishga qararni olib qoldinglar. Tanib turib sabablar mana. Endi bilgansizlar. Shuna bilan opera o'mak kelib, opera o'mak ishlab kelgan yilim shu yillar ili viloyat o'makniki Gulamxon operasini ishlab, u operaga Go'zallar Qurbon bilan meni bosh rolga tanladi. Taklif qildi. Ahtamning rolini muvaffaqiyatli yaratdik. U opera mamlakat bo'yicha bir necha mukofotlarga erishdi. Shu yillik opera ko'rak qatnashgan. Oliy mukofot elib, Bashbirlik qurish mukofoti, Oltin to'z mukofoti, madaniyat mukofoti degandek 7-8 xil tur mukofotga erishdim. Men o'zim kelgan yilni hadig'im chiqdi. Operaga keliblar, men bir bosh rol o'ynab, bu men bosh rol olgan opera mamlakat bo'yicha yaxshi mukofotga erishgan. Darjiga erish bir xil o'zimning hadig'im chiqdi. Shuning bilan o'qishga keldik. Kelib Mayra Zakir tarbiyachiimiz bo'lib,
kasb ders berib, Marguzni Appay merhum ikki guruhga bo'lib, ikki guruh ders verdi. Ama işte o'qib ketib qolgan kunlarning birida Tursunjon Letip ustozimiz Mehmon nomidagi bir asarni Cho'ng Aysoning tunji qismi epizodini mushuni bizning bir o'qituvchiga beribdi. O'sha o'yin soladi. Muallimim bilan o'yindim buni. Va bu kitobni shuning bilan bizning muallimga berdi. Bizning muallim bizning o'quvchilar ichidan meni tanladi. Tanlab muallim bilan ikkimiz Mehmon birinchi qismini o'yindik. Bu maktabning 3-yilligimi? 3-yilligi. Shu vaqtda Şinjan televiziya stansiyasida Guldasti programma deb bir program qurib, shuni 3-qismiga kelgan vaqtda. To'g'ri. Aslida bir chiqadi. 93-yili. 93-yilda bo'ldi. 93-yil to'g'ri. 93-yili shu Guldasti programmaning 3-qismiga muallim bilan ikkimiz bu Mehmon degan etodni o'yindik. O'ynab edik. Bu nayti teqas chiqdi. Teqas chiqib qoldi. O'zimizmi men tunji qatam hamda bir etodni muvaffaqiyatli o'rilishim shu. Uning oldida bir so'z o'yini o'ynagan İmam Yasin savaqdishim bilan. Uning oldida Muyassar degan o'qituvchi bilan yana bir etod o'ynagan. Bu Cho'ng Ayso degan shu Mehmon nomli etod nayti ta'sir qo'zg'ab ketdi. Buni vaqtlarda televiziyada talab taqdim deydigan bir program batdi. Ko'z pul elib taqdim qiladigan. Shuning bilan bu etoddim nayti ta'sir uchun nayti yaxshi bo'lib, men maktab bitaganda andin Şinjan opera o'migi maynoq bir bola bor. Maykilan deb naqsh eta oladi ekansa, soz chala oladi ekansa, sen qo'shiq qirliq, ko'p qirliq artist o'qidaksan deb Nijat Akbar ustozimiz meni chaqirtibdi kelib Şinjan opera o'miginiki artist bo'lib qoldi. Cho'ng Ayso degan etodni shuni opera o'migiga kelgandan keyin bir mezgildan keyin Yolqin safarning kechiligida ikkimiz o'ynadik. Ikkinchisini Tursunjikam yozdi. Biz buni o'yindik. O'zimizdan ba'zi bir qiziqchiliklarni aralashtirib. Ikkinchisimi toza akib qizib ketdi. To'lisi shu. Nimishqa desang, song senami nurg'un aytdi, ixlosman guanjonlarim borda. Abdulla shu Xalmurat kamdan shunda ras urayotdingizmi debdi. Endi men de so'rganlig'o dedim. Bizga shu maktabda shunda texnikani o'tdi. Unda ursak bo'lmaydi, o'zaro bir-birimizni kino oldimi bir-birini urdigan, bir-biriga bir narsa qo'yadigan ishlar bor. Agar unda bo'lib qolsa, nima adam o'lib ketadi. Artist o'shamdi. Buni shu texnikani bizga o'rgatgan desam, yo'q, qanda bo'lsinmi? Ya siz bak ustkansiz urdiganga, ya Xalmurat kam urdirdiganga. Oyoq yeganda dehshat doğru o'tdi ammo ustiki. Qasqa ovoz badal ekan, haqni ishindagaydi. Qas qilib qoldi emasmi jenim adash, sen bu bo'sh ursa, lekin men shu bo'sh urdirma deb gayda urdirilib ketib qoldi-ku. Bu obrazni endi xalq yaxshi ko'rgandi ekan. Men bu Cho'ng Ayso obrazini yaratdim. Xalq yaxshi ko'rdi. Men masalan yana bir Ahmet deganning obrazini yaratishim mumkin-di, yoki Samat deb bir birisini yaratishim mumkin-di. Endi obrazni yaratishni biz o'qigan, o'rgangandan keyin yaratishim mumkin-di. Lekin bu Cho'ng Aysoni xalq yaxshi ko'rgandan keyin davomlashtirib boqmaymanmi deb o'zim tirajab turib olib, jiq etodlarga qatnashmay bu Cho'ng Aysoni izchil bir ipmeng paqaydi. Mana 2015-yilda ayliq biz Buvayning rolini o'ynagan yakkagicha bu Cho'ng Aysoni izchil 20 necha yil davomlashtirib elib judim. Bugunga qadarda hamda. Yana bo'lsa, yana Cho'ng Aysoni o'ynaymiz-da. 27 yil bir obrazni xalqqa yaratib, satko'st qo'ymay, xalqni kuldirib, bugunga qadar 25 yil o'tdi men bu kasbni ishlayotganimga. Mana shu kelyapman hamda. Mana shu suhbatlarimizda shuna deyishdik. Xalmuratning mana shunday ideyasi bor ekan. Xalmurat umrda Ayso bilan ikkisi bir ikki odam emas endi u. Mana shu Xalmurat yaratgan obraz. Mana shu obraz to'lisida Xalmurat ismini bilmay, Ayso akam deydi-ku. Nima bu bir artistning umrida bunda bo'lib ketmagi bak oson emas.
Kamdan kam uchraydi ekan-ku bunday ish. Masalan, to'la odamlar, %80% odamlar Qalmuratga havas qildigan ya to'liq uchrashishni xohlagan odamlar ya uchrashib qolganlar. Qalmurat kam yoki Qalmurat degan ism topolmay, Eysa kam deb bevos davrchu. Eysa kam deb chaqirdi odatda. Eysa aka deb chaqirdi. Biz bu hodisani mana rasmiy bu madaniyat hodisasini mush artistning qo'lga keltirgan eng cho'ng natijasi deb o'ylaymiz. Sho'ng men dedim, bu Eysa sen maktabning 3-yilligida boshlagan bo'lsang buni. Bu sen bilan tapdan cho'ng'lidi. Ha, shunda. Sen qaysi kuni o'ynasang sening shu yashagandagi Eysa bo'ladi. Bu jamiyatga biz qanday yashagan bo'lsak, shu jamiyat shunday yashashi mumkin. Biz masalan Qalmurat boshqa ta'sirda yashashi mumkin, ammo u yaratgan Eysa shu o'zining xarakter mijozi bilan yashashi mumkin yana. Qaysi kuni o'ynasang shu kuni sen bilan birga bo'lalaydigan bir odamda buni hargiz yo'qotib qo'ymaslik kerak. Bir umrda masalan Hollywoodda nurg'un artistlar bir umr Lingchini bir qatam o'ynab olsa, u ajoyib ishda, u umrda yetkidak bir ish bu. Bu Eysa yo'qolib ketdi. Masalan, sen boshqa obrazlarni yaratishing mumkin. Bu yana boshqa ish, ammo Eysa qachon desan shu chog'da sening yaningda ba odamniki deyman-chi. To'g'ri. Mehmonning ikkinchisi Yalqin safardan Yalqin safar bu yana shu Tursunovniki kitobi ham rap qilgan vaqtimiz Optuz. Optuz. Safarda mashq qildi xo'ras to'g'ri. Mishadan yo'lga chiqib kuchog'i vaqtimi ish qilib jiddiy rap qilmasak bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Ikkimiz Optuz. Kuchog'da Optuz demaymiz artistlar hammamiz. Yo'llarni ayt, yaxshi vaqtlar. Yo'llar yaxshi. Tuz o'g'ashqa. Ajoyib menga xiq tutib. Birinchi maydonda shu kuchog'ni o'yinida o'ynagan esimda bor. Bu do'stimning bunda bir xarakteri vardı. Har qancha puxta tayyorlik bo'lsa-mu epizodga. Ammo sahnaning oldiga kelganda oshqozni og'rib ketadigan bir ish bor. Bu nima ish qilsa favqulodda jiddiy muomala qilganda bu butun diqqat asiyodon o'sha yig'iladigan o'xshaydi. Bu nerv xarakterlik oshqozon og'riqi deyotganmiz buni. Hamma a'zo faqat osh bir maqsadga xizmat qilayotganda oshqozon qaraydigan odam yo'q. Shuni ular oshqozon qaraydi. Shuni ular og'rib ketgan nerv xarakterlik oshqozonga tashlashga. Xudo istasam shunday ish qarab. Eng alqiliqga bo'pmi sanning oldida eng dastlabdiki shunda itotni yoki naqshni yangi holat xalqni yuz ko'rishlarning oldida oshqozon og'riydi. Shu kunimi ashlaraq bir ish bo'ldi. Ammo puxta tayyorlik. Ha, puxta. Endi sahna chiqib ketayotgan vaqtida birinchi kuni sen agar tayyorlig'im puxta bo'lmasa bek ayab ketma, o'xshamay qoldi deb birini o'g'izib aytgandan bog'i. Eslatib o kuni chang'ib qoldi. Oshib ketib o'yinni tugatib kelguncha men ama inkimning bir yiqi yo'g'an. Velosipedning egirdak bilan mudov qolgan. Bir kuni aynakka qarab turibdi senda. Bunda qilib boqdim. Nima qilyapsan? Ya. Aslida mening yuzim bunda yo'g'on emas-ku. 30 mayda o'yin desa ishitib qo'yapsan. Mehmon 2, undan keyin mehmon 3, mehmon 4 bu davomlashdi. Bizma amal baş qilib biz ko'rmanlarmi? O'zaro sening san'atingda o'zaro olganlarmi? Eysa yo'qolib ketmasga deymizda adash. Ilqi sening kechiligingda o'ynagan bir kitobchining Tunji qar degan aytibdi. Bumi bir az muvaffaqiyatli chiqqan asar, shu xatan yaxshi. Hozirgi kelgichi bir yerlarda to'la parang bo'lib qoldi. Qalmuratdan tabiiy bir odam chiqib biz ko'rganlar bir odamni tuyg'usini berdi bizga. Har qachonda atrofimizda birisi bor shunda qarsak chiqadigandek deb. Bu bir plastinka ishlaymiz deb Tilkiya inson markazi bilan men o'sha vaqtda bir VCD plastinkamni ishlagan. Kechilik qilmadim. Qalmurat so'g'itdimi? Cho'ng Aysa so'g'isi. Cho'ng Aysa so'g'isi degan bir plastinka ishlagan. Uni shu bir necha aylandan keyin nomerlarni birlashtirib bir kechilik qilib hammamiznikini ayrim surat kelib qilgan. Sen bu jiqchab patatgan adash. Mening bu ishimda 2014dan 16gacha bo'lgan 2 yil jarayonida biz bir Qalmurat Umar naqsha
muzika etud kechiligidan birini tayyorladik. Xalmurat Umar san'at kechiligi. San'at kechiligi deb. Lekin bu nurg'un ba'zi bir sabablar tufaylidan bu kechilikni o'tkazolmay qoldik, lekin tayyorligimiz bundan keyin ham yana bir yaxshi fursat kelganda bu kechiligimiz yana ro'yobga chiqishi mumkin. Yaxshi ko'ngillik bir aslimlarimiz bor. Mana o'sha kasbiy hayotimizda tomoshabinlarmi, xalq rozi bo'lgan, o'zimizmi asligida ko'nglimizda o'zimizni hodiga chiqqidek bir kasbiy xotirlarimiz bak yaxshi. Mehmonning o ikkinchisini biz shu birinchi maydonda shunaqa qilib kuchadi boshladik. Kuchadni cho'ng bir qilib bordi. 1700 dan patadigan qilib. Shu chaqlar to'la shunda 1700 2000 odamlar patgan to'la izlaydiganmiz. Odam ko'p kirsa, bilet kirimi yaxshi bo'lsa, hammamizga yaxshi bo'ladi-da. O vaqtlarda esimda qilishdi yozliq klub deymiz. Endi hozirgi bolalar bilmaydi yozliq klubni. Cho'rsi egiz tom bilan etilgan, usti o'choq, pambilallam uzun o'tirgan. Bunda mom yog'ochini qiyqib bilan to'piga uzun, panni qaqqan. Uzun onun nomeri yazıqlıqmı emas. Bir qata. Onun aldığındaki boş o'rinda yer o'tag'an. O'rindiq o'ziga bir 2000 adam qisib o'tasimi qolgan boş yeriga yani 1000 adam patqadak klublar. Necha ming adam kirib. Bak klublar. O şu qiziq xiyallar bakchiq bu yozliq klublarning. Setilgan bilet soni 800 yoki 700 bilet setilibdi deydi. Kirgan tomoshabin 3000. Bu qandaq desanglar bu tomdan tushadigan bir ish vaqti birinchi. Hozir klublarga tomdan tushib olmaydi endi uyingizga chiqib qoldi endi. Uchoqlarda tombatni cho'rsiga tom 5 metr keldigan tomlar. Ay teshidan bir amallarni Ahmet Mürsiki Sametni dastib, Samet bo'yniga yana birisini elib, ashtaq bir ko'tarib. Tarafda Davut va qo'lda tatadigan Davut va tomda. Ashtaq qilib, mush o'yin boshlanishdan burun mush tomning tepisi mush qatov o'yinda qog'i o'taganda tomning tepi liq adam. Ashu ya ularni tushdab bir ishga adam bo'lsa tushirayotgan yo'lda tushadi. Bunda jiq adamni tomdan tushirayotgan olmaydi. Bilet yo'q, tomning tepida bular. O'yinning bir yeriga kelgan vaqtida tuyuqsiz bir aqli sakraydi-da klubning ichiga. To'sab ulgurgan olmaydi. Unchalar adamni to'sib vaqtdakmi adam yo'q. Tomga qaraydigan bir 2-3 adam bor artistlar qaratib tomlarga. Lekin sen tomga qarab qoqqanmi? Men tomga qaramadim. Ishki bir qatim qaragan. Ishki qaraydiganga yordamlashatdik-ku. Adam yetishmaydi-da. Eliqi yüksek tomga qaragan ish vadaşa. O bir qizg'a. Tumshiqqa o'yan qo'yilib olsa, biz endi 17-18 dan bormiz, har bir qatimda o'yan bo'lsak 20 emasdan. Usulchi, epizodchi, naqshchi, muzikant. Şu adam yetishmaganlikka qarasa tomning hamma yerda qog'ida qo'nib olgan. Tushmaydi o'chaqda. O'yin boshlanishdan burun tushmaydi-chi ular. Shuni aşı biz hammamiz artistlar hammasi sahnaga chiqib ketgandiki qaraydigan adam qolmaganda guldur biroqli tushidi. Aynan oldinamiz deb kunda men bilan Xalmuratni matamga, yana bir odamni atamga mas'ul qilib qo'ydigan. Ashtam qaraysizlar deb. Bo'lmasa bilet oz setilib qoladi. Shuni bilan u kuni Sarkarda alkuyartish pastlari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sofliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastlari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda alkuyar tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda alkuyar yurishlik tish pastalari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kapolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan Xo'sh keldingiz programmasi.
yüksakni bizning turmushda bir tomg'a mas'ul qilib qo'yapti. U xiyolda Abdullani o'sha tug'gandan keyin hech kim tomga yamashmaydi deb. Yamashmaydi deb baturlarcha qarab agar biroz chiqsa, deb qo'ysam tushibdi deb. Shuni turibdiki, bir kim deydi, qarsam matamning matarib tursam tomdan bir mo'yndo qilib chiqdi birisi deydi. Beshiga vaq bir nuqson gulab tushib ketdi deydi. Birdan qilsam yana bir tumoqlik odam shundoq chiqqanda qo'limni shundoq qilsam mayaga chiqdi. Mundo burto bir odam. Deydi tomda qarab turdi deydi. Voy, akilanga qo'lamasın. Tatib chiqirib. Tatib qoldim deydi. Men oyoq chiqib ketyapman, yomon eg'ir odam keldi, tatib bo'lolmay. Bir necha balla bilan tatib chiqib qo'yib, menda ish bo'lgan. Ma qo'l tanlayotmava, chech uzon deydi. Baxa, tomdan chiqib. Ba'zilari ba'zi klublarniki teshi 3 metr tomdan yuzligi. Klubning ishchi 5 metr chiqib qolganlari bor. Shuni bilan tala bilan o'xshash pamlab olib, ishchiga sakrab, qorong'i degan-a, ishchi qilib ketib qolganlari bor. Yana joqqa tushib. Ushay qirin biroq shalaq qattiq shalaq chiqib ketgandan keyin ishchi qilib tinolmay tomni tutib oladi uni, tomdan tushding deb. Tutib olganlar qarg'idak avval. Onu tutib olganlar yo'lab o'tag'izib qo'ydi. Nima bo'ldingiz desa, ichim qiqilib ketdi. Tala bilan o'xshash men ponglashtirmay qoldim. Xato. Men qaytadan qilay bu. Asta yetlab ishdan chiqaradigan gap. Bir kuni sahnaga chiqay deb tursam, sahnaning yenidan uxmay qoldimi, ichi qorong'i. Cho'ng Aysoning kiyimini kiyiglik qo'limda qarsumka, shu tutsam, o köşüm... Sinirleşedik mi? Daha diyeceğim de kaldı. O köşüm buk! O şu top toz bir ödem düştü. Aşına ama içi kıkılıp geldi. Uyan koygulik gelmedi. Siz neymiş kıkılıp düşken tamdan. Uyan koygulik gelgen. Ağlınız yakşı mı? Kaçan çıktınız bir yerde kaçan çıktınız desem. Ben okumayı hata melçerli oldum. Pek ilgiz yerdim. Deb aş adamning ishchi bir qiqilib ketdi. Goy klublarning qishida uygizga chiqib ko'rdik. Ammo shu klubga yaqin bir uyning uygizisiga chiqib ko'rdigan ish va o uygizga biz sakinda o'tirgandan keyin uygiz tepidagi odamlar ko'rinib turdi. Klubning teshidagi uygizi, haqini uygizi. Birdan, ikkidan, uchdan, to'rtdan chiqib, bir vaqt bu uygizning tepidagi odam liq bir vaqtida o'yin qo'yibmişda qarsam böyle bir top adam uygizning ichida buf. Top chiqib. Resmen ko'zim bilan ko'rgan. Ilq uy beslib kirket ichiga. Uyning ichida liq tomoshabin. Ay bora kigiz limpin bilanlarda. Boshda ishlarni ko'zimizdan ko'rdik. Ba'zida biz o'yin qo'yayotgan sahnaning kayinda yo'g'on bir terak bo'lib, o terakning shoxlari klubning ichki tarafga, sahnaning ichki tarafga bunday chiqib qolgan bir shoxlar bor. Hamda bu shoxga boshda shag'araqlari chiqib, ana kendi ko'payib o shox asta oldiga engishib bizga yaqinroq bir yerga kelib qoladi bular. Bir kuni toza etot o'ynayapsam, qishimga qora yettidek tomoshabin, qo'lida balisi bor tomoshabin. Bu jalaqib sahnaga kelib tushdi. Hali mey pishib ketib qolgan shoxi shoxdan. Voy pishibdi bular, pishibdi. Biqinni tutdi, birisi gejgisini tutdi, birisi beshini peshar. Ammo balisoq. Ular ya balisoq. İmittiglik piti. İmittiglik piti shu. Ondan shu ba'zi klublarda ham asaraq klublar bor endi. Cho'nglarmi tushalaydigan, pakaroq, mundaq ko'ralaydigan. Ashlangdimi Moş adam jiq kirib setilgan bilet heliqi. 750 bilet setilibdi deydi. 720 ming adam bor klubda. Moş to'shib klubning ichi to'shib sahnaga chiqib o'tirib, sahna to'shib, bu yenimga kelib o'tiradigan. Rostqo, shu zanglarmi, mening qishimda o'tag'anlarmi bor deyman. Shu men Qalmuratqamni qish o'tag'an da'vatsan deyman. Yenimda o'tirib tambir chevasan. Ay şakası etot oynamamsın.
İdot oynamamışsınız siz de. Ben oynayayım efken. Öyle numaram kelgen oynayayım. Gap sonra bir tane numara dolu gap sonra. Tamaşında sokuşup kalgan gap. Meyet idot oynamasan meşeden hatırcap ötüdü kalları var. Yazıq kulüp yaman kızıq olat onda kulüpler. Dava deb ötkütüdüğün birisini çakırıp. Halbuki işten ballağı bilet almagan ekan. Yo'g'on ballarni burtuva ballarni ko'tirib oldigan. Moy ishki puti o'shada bu ko'tirib bir bilet tanlaydi. Ama qo'lingiz yomon cho'ng'u. Cho'ng'lab deb bo'pti bu. Buni misal uni chiqib klubning ichiga bo'kka tashlab qo'ydi. O'zidan egiz bala u. Bir biletga kiraman deydi, balni ko'tirib. Kichik bola tursam. Yo'ldoshni ko'tirib akildiga yo'g'on qo'tillayapti. Bilet almayman deb. Bilet almayman deb yo'ldoshni ko'tirib oldi. Yo'ldoshni ko'tirib oldi. Kichik bola tursam. Mana. Voy Bir kuni men sen naqsh etyapman. Xalmurat epizod o'ynagandan boshqa tambur chaladi abay degandek. U kuni mana adamjiq shu atrofimiz birdan bo'pmi. Bu o'yinni billa qo'ydi biz ular. Billa qo'yib kelib, ashma ayat naqsh etma. Xalmurat aşı tomoshabinlarning orasida kaynimizda odamlar. Tomoshabinni orasida qolmayman ha. Bir vaqt bulanmay Xalmurat etmiş. Qo'lni midirlatdek yeb qolmagan gapdi. Xalmurat ovoz chiqib aqim qarsam Abdullah'ın kassını göremsen sen. Taz terik kıldı. Kayını götürüp işte qarab. Bu işe qalmaydı. Sagnigim chiqdi. Latda. Bu sagnimiz mi hamda yerdan bir 50-60 sant egizlik spa hamda. Ondan aşı kiramigan bir tomoshabinlarning nihoyatda eskilari bor. Eski tomoshabinlar botdi. Solaya qaltiq to'pini elib, oqida turib sahnaga atadigan. Ko'ranmaganlari. Bu posa tegida qalta. İşte liq to'pa. İşte de tishiva qaltalarmi bor. Bu yazıq qilib ajoyib ishlar bo'ladi. Bir kun ashna sahnaga bir unda solaya qaltiq, unda qislar. Gazirni sho'pdiki. To'pa bir narsa chiqardi. Oldidagilar o'rtirib olgan ekan, buni bo'ynab otib ekan. Putra deb otsa Abi bu tekmeye kalsa uçtan da görür sahneге düşüp partlayıp gel. Top toz edi. Yaman açığımız gelip gidip muşumu kılık mı ha? Medeniyet kutluvatsak yani. Biz hemimiz medeniyetli şoğullansak da sözlük cem bakıp birisinin vicdanı kaynat ketken okşayıptı. Ya ben yani atmığa onu ya. Tutturdum birisi çıktı mı koptu ahırı. Açsal vicdan azavat attı. Bir şunda kupaptı nimdeydiğen desek, ben atmağa onu. Ya bir gün insandı ben bu. Hazır nakşe etmezsem, nakşına bir pauzluk degende. Bu şu darvazı tarafından teşvik yoğan daraktı bir narsa. Düşüp tam iken isketdi. Wow. Nim bo'ldi. Qo'rqib qamiz u yana to'xtab oqsa chiqsa bir soqolliq bir buvay 60 necha yoshlarda bor bir buvay ekan. Bu to'pig'ima yerim kirib ketdi qarab. Yerimi turdi matarab. Teshini matarab bor. Davatida tajribalik dehqonlar. To'xta deb. Yana bunda ketdi qarasam burundan bir to'pa pur chiqib. Soqga. Qo'lni tortib desa ko'zini ochib bo'ldi. Nim bo'ldi desek keyin shu bir epizodni ya naqshini ko'rib o'tib, aniq o'zini daraxtga unutilib qolibman. Chavakcha. Voy deb chavakcha qo'yib o'tdi. Shoxni qo'yib chavakcha. Uchiga ketgan. Ama qiziq ish bo'ladigan. Ey, u davrlar. Shu bilet satadigan to'shik mıdıraq to'shik var endi. Shu kinoxonaning temidli bir to'shik var. O to'shikning ichida bir uy var. Shu uyda bilet satadi. O to'shik ikki to'shak ya bir to'shak endi. Men bunda tiqimay qo'lamni. Bilet olib deb pul va qo'lamdan da turma. Ma oqamdikisi o qo'lni bunda tiqidi. Bekobi degan. Ba'zi chaqda mayaqdikisi quruq qo'l tiqib, ana qo'ldagi pulni elib qilganlar bor. Halbuki mavi pullar bo'ldi, bilet neka. Pulni ver dedim, hozir qo'limda oldingi deydi. Xo'sh, bilet oldigan ikki odam kelib, bu birisi ashada ana qo'ldagi pulni chiqtirgan. O'shda vaqalar bo'ladi.
Şuna pulni elib, qo'lini tutib turdi. Biletni bermisa? Ha, qo'lini tutib turdi. Pulni qo'lini oldi, u da qo'lini tutib oldi. Ezib ketma deydi. Ish qilib bizning Xolmurod bilan birga o'tkazgan har bir qadamlarimiz ajoyib go'zal. Hozir o'ylasak, shu davrlarimizda o'ylasak, ish qilib ko'rishga tegishli, bilishga tegishli ilmlar, bilimlar, tajribalar, hayotdan olgan ta'sirlarimiz hammasi har bir qadamlardan kelganda yig'ib aytganda adash sen bilan birga bo'lgan vaqtimiz, ish qilib birga bo'lmagan vaqtimizni uzunroq. Ko'proq. Nurg'un do'stlar bor, birga bo'lgan vaqti qisqaroq, birga bo'lmagan vaqt uzunroq. Ularmi yaxshi do'st bo'la oladi, ammo biz bir-birimizga omroq birga turgan vaqtimizdan birga turgan vaqtimiz ko'proq. Bo'pmi? O'zimiz eng yaxshi ko'radigan sohada, sahnada, idorada degandek. Mushu bunda bir qiziq ishlar jarayonida sen davomli shu etod o'ynaysa, balla davomli bir yerlarga borsak, Xolmurod akam bu epizod o'ynamdi, dedi. Birisi etod o'ynamdi deydi. Ulgurganimizga tushundiramiz. Ulgurganimizga tushundiramaymiz, endi etod, epizod hatto epizod ipitipot deydi g'alvachi. Iptipos o'ynamsizlar deydi. Bu hozirgi zamonda qo'llanishi qalayam qalashib ketdi. Iptos. Ipspot. Shunga asli etod nima, epizod nima, shuni senat tilingdan bir anglasak to'g'risini-chi shuni. Bizning ustozimiz Mayra Zakir bizga o'qiyotgan vaqtimizda bizga etod va epizod haqida to'liq tushuncha berib o'tgan, hammamizning kallamizda aniq bor. Meningcha, hozir sharoit imkoniyatimiz yor bersa, ustozimiz Mayra Zakirga Nahmaydan telefon ursak. G'ay. Mayra opa, yaxshimi? Yaxshi. Men Abdulla. Men bildim Abdulla. Rahmat opay, ovozimni unutmaysiz. Men hozir Xolmurod bilan ikkimiz bir yerda to'q opay. Xush keldingiz programmasining naq maydonida-chi, ikkimiz suhbat qildik. Bir ishga duch kelib qilib yana sizni avor qilgan bo'ldik. Masalan, biz davomli sahnalarda etod, epizod degan ismlarni ishlatamiz, o'zimiz o'ynagan asarlar bo'lmi? Boshqalarning tushunchisida biz sahanda o'ynaganning hammasini ya etod, ya epizod deb ataydi, hatto epizod, epitipot deydiganlar. Bugamish naq maydonda xallashkimiz shuni bir kishilarga bir aniq bir ufqim bersak, zodi Eysa yoki Xolmurod yaratayotgan Eysa obraz yaratayotgan narsa nima deyiladi? Epizod, epizod nima, etod nima degan to'g'riliq bir so'rab olaylik, aniq qilib olaylik deb opay. Bu epizod bilan etod ikkisi o'xshamaydigan ikki ufqum masala. Buni fransuzcha atgan vaqtda epizod kendan. Kendan. Etod degan shoupin. Shoupin deganimiz aşu çoğun Aysa, kichik Aysalar oynayotgan shoupin. O'shalar o'zi tarafidan ijod qilingan, o'zlari yaratgan personajlar, o'zlari yaratayotgan obrazlar. O'zlari o'ylab, o'zlari yozib degan. Bu etod. Bizning sahnalarimizni o'ynayotgan shoupin deganning hammasi etod. Epizod emas. Epizod degan o yazgıcı tarafından yoki dramaturg tarafından yozilgan bir bütün eserden tutup gelingan parçalar. Kendan. O kendan boludu. Epizod degan bir cho'ng asarning bir qismini julib elib partisi. Parça. Mesela bir çoğun Guncan dramasından onun bir perdesini, yoki bir perdenin ma'lum bir qismini julib elib o'ynasak, o kendan yoki epizod bo'ldi. Mana bugun yana bir qatim buni muqimlab oldik. Mushu
Hoş geldiniz programımız orqali Apay bizning ustozimiz tili orqali mana bu ufqimni ayt aniq bo'lib ketdi ko'pchilik mana Apayga hammamiz o'rtaq bir rahmat aytaylik. Rahmat Apay, rahmat. Aman bo'ling, rahmat. Xalmuratma yenimda bosh sizga salom aytdi. İşlerimizni ma'qul rahmat salom aytqimiga. Ma'qul. İşlerimizni tugatib bo'lib bormiz Apay, ha? Bo'ldi. Ma'qul qarshi Xayr. Tushunish bo'ldimi? Tushunish bo'ldi, rahmat Apay, rahmat. Ma'qul, xo'sh. Xalmurat adaş sen epizod o'ynading, xalqimizga to'lildim. Men naqsh etdim. Xalqimiz bir az yaxshi baholani berdi. U ham jarayonda beshimizda o'tgan ajoyib qiziqarli ishlar ustida so'zlashdik. Ilqi, har o'ylasam ilqi, ikkimizning bir yezil qayerda bir yezil bir uyga boshqa tomoq yeyib, rasmiy e'sonlik Go'chingda. Go'chingda. Bu vaqtlarda Go'ching noyisida oshxona topmoq sal tasirikka. Oshxona bog' bo'lishi mumkin, balki biz topolmadikmikin. Shuning bilan oxir bo'lmay, qanday qilamiz deb Abdullah ishkimiz adash mashinani haydig'ina desam, qayoqqa haydamaydi. Mashinani oldi qayoq qaraqliq bo'lsa, ashaq hayda desam, Mush nayining ichidan teshli qaraq bir yez bayalarga chiqamiz. Chiqqandan keyin bir dehqon bizni to'nigandan keyin, "Voy! Abdullah Abdullah, Xalmurat yo'q, cho'ng Aysa deb qarsa, "Ya, uyinglarda osh bormi?" deymizmi? Men bo'lgandan keyin qag'in desa, xotirjam bo'lg'ina. Ustaman. Men shuning bilan bu mashinada cho'ng Aysaning kiyimlari bor-da, sag'dagi chiqadigan. Oyda bir ko'chaga kirib, u ko'chadan birdan bir chiqib qoldik o nayining teshiga. Qarsak bir o'ldi, bir ayol nayiqotdi. O nayiqotga yak boramiz adash. Men sayni hal qilsam, non tayyor ekan. Deb ilqining darvozasidan oldiga mashina to'xtatdi. O ayol oyoq qaraqliq bizga, kayni qiliqliq nayiqotdi. Birisi bir nonni ko'tarib achiq qo'yib kirketgandan keyin mashinaning ichidan men shlapamni kiyib ko'ynakni ishtonning ichidan chiqarib o'tiblar. Shlapani kiyiblar. Darvozani bundoq qarab tursam, hali ayol. Men qarab. Ben oyoqqa qarab o'tirib ketgan, men bundoq qarab ko'zlarini uglaytib bundoq qarayotib. Alishar, Dilshod bir voqir uyni uchun oltidagi kishi guldir. Aysa, cho'ng Aysa. To'xtaning uy mushimal dedim men. To'xtaning uy mushimal desak, para ketdilar. Kulib ketdi shuningla ongicha Abdullah o odamlar opisining keldi hamdi. Abdullah mashinada darvozada kirib, ayol Abdullah bunaqa ko'p tutib oldi bolasi. Oqib tushib ketdi. Bo'lqin tush ko'ryaptimdim, o'ngimni tushunmadi, haqli hayron qoldim. Shuning bilan u qiyiqqa so'ran qilib lola ko'rishib, bu qandoq bundoq degan ash ayoldan o'rganib olgango men. Aytdi, qandoq bundoq dedi. Voy biz bu o'yin qo'yg'ili kelgan, atdiganda bir mashaqlarni bir bundoq ko'rib kelaylik deb piqirab kelsak, siz noyiq o'tib ekansiz. Shuning bilan Isnoyimiz kelibdi. Voy, kelinglar o'tiringlar deb bolalar bir damning ichida peshayvonga jo'zlarni rastlab, nonlarni qo'yib, qildim. Biz non yeymiz, lekin osh bo'ladi. Yo, osh yetimiz, osh deganda birdan etimiz deb. Bir langma aytib berdi o onamiz, ammo langman bo'la, ashta bo'la dedik. Shundoq bir yegandik. Shu vaqtda men cho'ng Aysadan bir foydalanib adashlar. Unda ishtirmiz jiqqo'da shu. Lekin uyandini yenib deganga yomon amroqda ish qilib. Ha shu jafoliq bo'lsinmi, qisilchilik bo'lsin, o'yinni qo'yib tugitayotgan vaqtidagi hali bir tuyg'u ajoyibda. O uchib ketmasa, erib ketgan bo'lsa-mu, darhol ishtik yurdim. Ha deyib degan. Ashu qaytib kelgandiki, ashu hadi qilishimiz Allah. Voy, o yataqdiki, o tomosha degan choylarimizni damlab. Shu kuni kech qoldik. Kech qolganda ekan yezlarda oshxonalar taqiliqliq bo'ldi. O kuni biz Xalmurat'lashimiz tayyorlab qo'ymabdik, kechda yeydigan yeyishimiz yo'q. Ikkimiz yana bir-birimizga va'da qilib kechki tomoqni yemaymiz. Qo'rqlaymiz biz deb. Qo'rqilmasak olmaydi deb. Shuning bilan tambir chaladi Xalmurat. Oshni anglaymiz deb. Choy ichimiz, damlaymiz. Ichib bir soat tambir chalib
Mamda. Sen açık geldi kaldı. Qo'saq eshitgach terkir emasmi o choysa? Qo'saq aç qas bo'lmaydi. Yemaymiz degan bilan bag'ansa Terkimiz, yemasak ham terkimiz. Hem rast geldik sen meni ama açkan. Meni bunu koyayım tutuyor. Yemaymiz deb bakar. Yemaymiz deb, yeydigan nima deydi? Deyişemayapmiz da. Ya o'riqlimigan bu. Yemaymiz deydi. 1,2 kilo. Yemaymiz 1,2 kilo. Ya ikimiz birbirimiz ko'rsatmay yavalam tutuyor. Tomoq tashiyotdik deb qo'yapti. Tomoq tashiyot. Bir vaqtida baldiroq uxlayolmasak qo'saqning ochlig'i sal xafa qildi. Uxlayolish kerak. Chiroqni o'chirib deb yotsam g'aras qoldi bir narsa. Chiroqni shunda yondirsam og'aynam qo'saqning ochlig'ida moyari tombushkina yerimini yeb qo'ydi. Başlarım tombushkina chiqdi. Tombushkina qirmada to'g'ri qilgan gap. Ya tishlab baksam dandak yurgan. To'xta buni g'ajoyibchi. Yog'ochnimi yeydi-ku va yeydi bo'ladi deb sirlarini chiqarib etib pashta. Toza yumshoq toza nini va yerga tokni yandirib o'tib qoldi-da. Biz qancha shundan qo'limga ilib shu ishkapni yavatadi. Tatmış qol tatmır yema tatmış. Şahanalarına gacap da. Bulutlarının da şümüt da. Charles aygın yegende. Keçi ama yaman tersten atıldık. Şu et degende, eliqinde yezigi çıkışımız var. Et degende, gitmeme böyle verdim. Et degende, seher kopuz, biz işkimiz baldırı kulağı olmayız. Şu et degende seherdiler, maşından aldı qarab qalgan tarafı qarab, yani mağımız. Qayerga bordi qadashini oladi? Ama bir xeyli jiq mablag' kesimi biz akşam yemagan tomoqni et deganda cho'qim bo'liqimiz saqlanadi. Xeyli jiroq ketdik. Adash biz hech kim bizga bir tunimaydigan bir yerga boraylik debchi. Xiyolimizni tunimaydigan o'xshaydi deb o'yladik. Bak mansaq bir dadiymi sho'duydak bir yerga bordik. Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va choch yuyish suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Ko'rayotganingiz Sarkarda Xalqaro savdo cheklik shirkati tajdarligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Esimdan chiqmaydi u polo. Qo'saqmi, uchoq Ligan deverdik-a. Bizlar ta'limimiz qachon chiqdi? Bunda liganda bir odamga bir ligan polo verdik-a. Go'sh yo'q. Polo, su polo. Go'sh yo'q ekan buni. Bizga 2 polo desak, 2 poloda go'sh yo'q, legan chiqmadi. Go'sh yo'qmi buni? Yana sal terik edim. Dedi. Bir vaqtda yo'g'on qalayda ostida luq go'shni ko'tarib, shaltoq chiqiblar. Bir chettirib tutizga ishchidim, birdillan polo evoldi ekansan. Tollavaladigan gap. Oy, mendak go'sh. Shunday yo'g'on go'sh. Ammo yeb qoldik, oqshom qiyliq yog'och yegan. Osh qo'saqqa shuni yeb. Bunda qarasam xalning ko'zini issiq yosh eqyapti. Onun üstüge biz tamaknımı amdan yedik o gün. Göçnümü amdan yedik. Emdi çıkıp biz ayap ep koygan şu tamakны 2 vaqtni bırak yedigan ep koygan mablag'ni to'layil deb bo'lsa, Şurada soqunmaydi degan. O nima shu bu qanday bo'ldi desak, ayad balla deydi. Ayad shapurt ballada ishkisi bizga. Ko'ngil qo'yib qo'ydi. Balla bizning ishtaul tamoq yeyotgan vaqtimizdan foydalanib pulni to'layotibdi. Nima degan esil odamlar tas qolib tizlab o'tiradi. Rahmat, rahmat. Ajoyib. Ajoyib qilibdi. Qayerga borsak yaxshi ishlar uchrab turadi. İkimizning shunda yaqin do'stlardan bo'lib qolishimizga bizning hayotda olgan ta'sirotlarimiz o'xshash, yaxshi ko'rishlarimiz o'xshash. Bundan boshqa adash menga bak kuchli ta'sir qilgan sening
Şu aile mesuliyetin bilen ballağı berdiğin mehr muhabbetinin güçlüklüğü bana bek ülgü olur. Rahmet anaş. Nima desem, mesela Nihat hazır mana o'zi xil abdallı bir milliyetçi nakışçı desek buldu ki aslında. Özümde bir doktoru var. Ne var da sen bile resmi ecemni bile çağırıp Ha, tanı çağırdı. Yani birisi bir günü biz yiçin mezgilde sen bu ballarımla öyle şikayet oldum, ben ballarımla şikayet oldum. Şu çağda ben şu Hadice'nin ahvalini sordum. Sorsam ışkına bir şipin iversenler desem bir tayarlık bir şipin ivertip kense Hadice'nin nakışsını. Bir tane hal çelivatırdı. Aldı da şunda edep bile oturak tuttu Hadice. Çoğun bir nakışa milliyetçe. Çoğun bir nakışını anlap tas kalmayacaklı etkili ama şunçilik bir bu nima dese muş ballarını aş yeşide qara özünün yeşiği mas kemdegen bir talant yetilyapti da menimcha. Hadicha degan kichik balamiz ham. Eliq milliyetçi naqshlarni olsam bala bo'lsin lekin kelgusini ko'rgandek bo'ldim men uni. Kelgusida bu mushunda bo'lsa bir ajoyib bir naqshchi bo'ldi, ya bir san'atchi bo'ldi. Nihatmi shunda? Nihatni futbolda qaysi musobaqa qatnashdi adash? Nima Nihat musobaqaning natijalarini oldi qo'ymi? Musobaqalar natijalarini oldi. Futbolda natijalarini oldi. Yeniga atletikadami bir nechta tal oltin medal oldi. Maktabning futboldami bir nechta oltin medal oldi. Hozir 4-sinfdan endi 5-sinfga chiqdi. Ta'mir o'rgandi, naqsh o'rgandi, milliycha naqshlarda. Endi bular bizning uydagilar Rizvongul doktor endi. Ailesimi doktor, apsimi, qiynatammi, qiynanammi doktorlarmi, doktor ailesi yani. O'zim Yishvanda o'qigan. Xizmat 10 yilda xizmat qilib, undan keyin biz menga turmush qurgandan keyin xizmatni to'xtab, uyda balalarga bir mas'uliyat bilan bir ona bo'lay deb o'zim shu yo'lni tanladi. Hamda bu tanlashmi endi bek bir ilg'or tanlash bo'ldi deb o'ylayman bizning oilada. Shunda bir yaxshi xizmatdan voz kechib, balalar uchun bir oila uchun bir qurbon berdi endi. Balalar qo'saqda yetilgandan tortiblar quloq qilgan shu tambir dutorning ovozi kirib turgandan keyin tabiiy bu balalarda shu talant yetilishga boshladi. Nihat bu kichikda tambir dutorni o'rgandi. Yasliydagi vaqtida Nihat tambir men dutor chelib bir ikki muzik chalgan to'q. Yasliydagi vaqtida u xotirasimi suratga ilg'ib saqlaqliq. Undan keyin Nihat cho'ng bo'lish jarayonida futbolga to'limi qiziqib qoldi. Ondan keyin bu tantarbiyaga bu alayligini ching tutib oldim. Vaqt 5 yoshdan boshlab komandaga shanba-yakshanbalik komandaga olib ekilib, o'zim olib ekilib shu bizning qo'rodimi balalar mashq qilgan maydonmi bor. U maydonda o'zim mas'ul bo'lib qo'rodagi balalar billa o'ynab ko'rgan. Shuning bilan bu futbolga favqulodda kirishib qoldi. Shuning bilan Akram deydigan bir futbolchimiz var biz tanıydigan şunun klubida tarbiyalanib, musobaqalarga qatnashib, yaxshi natijalarni elib, hozirga qadar hamda shanba-yakshanba izchil futbol mashq qildi. Mardan akasi Yeniga atletikada nurg'un darslarni so'zlab, Yeniga atletikada shu kuytonlarga musobaqalarga qatnashib, ashta qilib tantarbiyalar san'atda men ching tutdim, opsi Ülgün için tuttu hazırgacha 3 yaxshi o'qiyotdi. Hadicha bu yil 1-sinfga kirmoqchi u. U Hadicha bu kichigidan shu xalq naqshini anglab cho'ngan. Uningdimi shu geni o'rgandan keyin naqshiga favqulodda amroq bo'lib qoldi. Ana keyin ching tutaychi shuni bir yo'l qilib boshlaytay deblar. Ustozimiz Aytirgan Hasanova marhum ustozimizning bu naqshlarini anglatdim. Naqsh mashinaga chiqsimi Aytirganda ham naqsh anglaydi. Uydimi shuni anglagandan keyin şu aytgan adam naqshlarni yodi o'rganib ketdi. Hozir naqsh yetmaydi, qaysisini aytib berayli deydi. Aytgan adamning bir naqshini, hozirgi men aytgan naqshlarni Hadichadan o'rganganman. Degandek Hadicha ustoz. Shu ashuna qilib sana avat bergan vaqtimizdami, sen Mustafoni bir naqshini avat berding. To'limi chiroyli aytibdi u bola. O Mustafa shu seni kiyib chiqibdi. Hozir turqa shu kuni biz uydimi shu o'zimizcha muloyiz qilib ketdik. Sini Mustafa'nın
Halbuki naqshizdagi shu inchik diqqat qil, eng inchik do'qmishlar naq seningki quruq o'nglar ketib qolgan ekan. Budaqa faoliyatlaringda aytgan naqshlarga qarab, yetilibdi. Sening Mustafachilik vaqting bilan og'in bo'lgan ekan men adash. Shu vaqtdagi chiroyinglar shunda o'xshaydi. Şan sharifimi mangu seni tatib cho'ng bo'lsin. Endi Xadijani mana shu kuni ikkimiz men Mustafa bir naqsha avatdim Mustafa. Va Xadijani avasam Anvar aka Abdukarim kamlarni anglab shunda xo'shib ketdi. Endi shunday seni deganingdek o'zim ota mehriga to'ymay cho'ng bo'lgan. Lekin ballalarimga otliq mehrni ajoyib. Astaylaraq men bu tilimda o'sha sening ballalaring ko'rsatayotgan, berayotgan mehr muhabbatini biz ham tilimda ifodalab bera olmayman. Rahmat. Buni men ko'zimda ko'rib turibmasmi? Necha qatim sanga dedim. Bir ota balasiga qilishga tegishli ishning hammani qildi. Yoki bo'lmasa otaning otaliq burchini mana men sendan his qildim, sen to'g'ri qilding shuni. Biz hech qaysimiz qilolmagan, ammo qilishimiz kerak bo'lgan, qilishni o'ylaydigan ishni sen qilding dedim. Chunki biz nurg'un muhim so'rovlarda bo'lamiz. Nurg'un jiddiy ahvollarga duch kelamiz bilgan ekan. Shu vaqtildimi sening qulog'ingda hamon bir fursatda bir telefonni elib nihoyat Xadija oshlar bilan minut bo'lsin vaqt chiqarib telefon so'zlashganini anglaymiz. Xadija, "Bulum, o'zingni kayfiyating yaxshi bo'lamdi, yomon bo'lamdi?" Ammo telefon ulangandan keyin, "Ha, bulum, yaxshimi? Oppa qizim." Rabbo, oppa qizim degan gapni sen de uygun öyle misin? Ola benim kızımı telefon kısan devamlı bakayım. Endi bunday aytganda sen hozirgi kelgicha bizga sahnada yaratgan muqim qalbimizga o'rnab ketgan Aysa, bundan boshqa yana boshqa obrazlar bor, lekin o'sha obrazlardan boshqa adash. Televizorda, televiziya, kino ekranlarida yana bir necha o'zi kino, televizor rol aldingda, uning ichida yana Aysadan boshqa ajoyib bir obrazlar var. Mesela Qirliq stakandaki Osman Dangal obrazı. Muş Osman Dangal obrazı mı? Yana İsa o'xshash ömür uzun bir obraz deb o'ylayman-chi. Yana birisi Olimjon bo'lumsiz. Ha, Olimjon bo'lumsiz. Olimjon bo'lumsizmi filmi? Ajoyib. Qayt ko'ramiz hozirgacha. Shu Mamtimoshurniki Qirliq stakan nomidagi asarni televiziya film ishlagandan keyin bu obraz Osman Dangal obrazini ishlaydigan vaqtida rejissor shu Xalmurat O'yinsoldi yozuvchining obrazini deb bekitib ham ketdiki. Ondan keyindan bunodagi Tursun Tekiga shu nimani Mavlon Niyozni shu qila oladi. Undaq necha xil usulni birlashtirib o'ynay oladigan usulchidan Mavlon qila oladi buni deb Mavlonni to'g'ri tanlabdiki. Ondan shu Abdul Tere deyilgan Adilkam o'ynagan. Ondan Rajab To'paq deganda bizning Turg'un Emir ustozimiz Turg'un Emir akam o'ynagan. Bu 4 obraz buningda Qirliq stakan filmida eng asosiy obrazlar. Yana bir kino Chaxoraz. Chaxoraz. Umuman qaysi? O shu gapimning shu yana gapim boshqa yoqqa burilib qolibdi hozir. Shu Mamtum akamniki shu Qirliq stakanni film ishlagandan keyin bu obrazni bir xil o'zimni yoqtirdim shu cho'ngaysaga yiqiroq o'zim sal ba sal ba bir yiqilgan bir ya ba uni ammo asarni yaxshi yozdi ekanda bu buğa ish o'xshaydi hamda xudo qarsak bu Mamtum akamning ishxonasiga pat kelgan bir yozuvchi o'xshaydi deb tushundim men ham desam bu obrazimni yaxshi ko'rdim o'zimni keyin o'zim xo'sh bo'lib qoldim obrazni yaratganimda davomlashtiramiz deb shu vaqtdagi inson bozori qaynagan vaqtlarda ikkinchi qitimda Chaxoraz degan yana shu Mamtimoshurniki ikkinchi bo'lagi Qirliq stakandagi ikkinchi bo'lak Chaxoraz degan ishildiq uni yomon emas unda ishlandi jafo mushaqqat ishildiq uni bu Chaxorazniki shu obrazlar shu Osman Dangal bu Chaxorazni muvaffaqiyatli bo'ldi uni onun keyindan Sarang degan ishildiq uni Sarangda Tuyg'unkam ishildi Chaxorazni shu Qirliq stakan ishlagan Murat rejissyorlik qilgan o'zi
Hani kendi Tuyg'unkam Sarang degan ishildi, G'uljida ishildi. Uningdimi yana shu Osmon Dangal. Izchil keyin 3 asar o'ynaldi. Hammasi nihoyat yaxshi chiqdi ham desam. Lekin Olimjon bo'limsizmi deganni 98 yil 99 oylikda Shilzatgam ishildi. Bu kitob 2005 yili Qozog'istonda o'tkazilgan Chokin yulduzlari degan bir kino festivaliga qatnashtirilib, 9 nodir film ichiga, asar ichiga kirib, yaxshi baholandi. Bu shu Osiyodagi nurg'un davlatlar film qatnashtirgan musobaqa ham festival. Ishqilib, menimcha adash sen shu hayotingda, bu kasbiy hayotingda bir artistning o'z xalqiga bermoqchi bo'lgan mevasini, ruhiy oziqlarini, asarlarini yoki epizod yoki naqsha har qaysi tarafdagi shu topshirmoqchi bo'lgan topshiriqlarni ham topshirib bo'lgan odam deb o'ylayman. Lekin yana sendan biz nihoyat zo'r narsalarni kutamiz. Chunki mushu bundan keyin hamda ya'ni nurg'un obrazlarni yoki epizodlarni o'ynab bo'lgan bo'lsam, bundan keyin ham kasbiy hayotdan degan bir yetmoqchi bo'lgan ulug' planlaring yo orzularing bormi? Orzu bor, planmi bor, orzularmi bor. Shu ba'zi bir obrazlarni qayta yaratgim keldi ekan. Masalan, shu Cho'ngaysoninki hozirgi oltini. Hozir qanday holat kelib qoldi? U aroq ichib og'riqchan bo'lib qoldimi? Aroq tashib ketib, boshqa bir kasb o'tib ketdimi? Dutta chevatamda. To'g'ri. Yana shunda to'y qilib balliq bo'ldimi? Yana shunda saltanib ketdi. Buni ishigida işte yurvatamda bu obraz xoneklashib ketmay, yaxshilanyapti. Bu obrazning yurki yaxshi adam, chunki uni yaxshi. Asli yaxshi adam. O'yinlasam, kulsamlar hamda buniki ko'ngil açsam, xo'shal yursam-da. Shu obraz hozir qanday holatda? Shuni bir xalq bilan yuz ko'rishtirish bir orzuyim bor. Amniyat xalqningmi? O'shda orzusi bor. Ondan shu odamlar bilan muңdashish jarayonida shu Qirg'iziston filmini bir ishlab baqsanglamamda qayta. Yeni bensin deydi. Mesela Vuso'nun dastlabki ishlangan yağan yo'lbars ertagan biroq Vuso'ni uzun yil ko'rdik. Keyin yaqinqi zamonda yenidan Vuso'nikin ishlagan deb bak ishlayapti. Masalan, ashlan o'xshar. To'g'ri. Sizlar mana shu bir xil bunday yuksalgan hamma jihatdan. Texniklar ilg'or holatda bir baqsanglamam degan ilmiy odamlardan bir necha odamlardan angladim bu fikrlarni. Orzularimizning ichida mushu orzumi bor. Menimcha adash bu yana shu samma so'zlashibsizmi? Xalqning o'zining orzusi mushu. Xalqning orzusi. Bizga shuni yuklayotdi-ku. Menimcha mushu orzu armonlar yetish bo'ladi menimcha adash. Chunki seningda hozir sen menga o'tirib qo'yding buni. Mening kallamda hozirli yaltidi mush ish o'tdi qara. Qirg'izistonning hozirgi bandisi, yangi bandisi. Bu Jungoda nurg'un nadir asarlar qayta ishlandi. Birdan bir ilg'or, birdan bir texnik jihatda ilg'or, apparatlar ilg'or, montaj ilg'or, suratga elish ilg'or, uning ustiga artistlarmi texnik pishqon. Shunga menimcha bu bir sinabda qishqa arziydigan film ekan bu. Ammo shu orzularimga yetishini umid qilaman. Rahmat. Adash andin biz bugun chiroyli suhbatda bo'ldik. Mush munosabatda hamda biz bir o'zingning ko'nglingdagi eng ichki qatlamlardagi rahmatlaringni, mamnuniyatni ifodalagan bor do'st birodar ya tuqqanlaringga bir deydigan yurak so'zingni anglagan bo'lsa. Ustozimiz, ikkimizning ustozi Mayra Zakira opa bilan tilpillashdik. Nihoyatda yaxshi, o'zgarchi 70 yoshni oshgan bo'lsa-mu, nihoyatda ro'yi tetik, nihoyatda yaxshi, sog'lom umdan turadi. Bundan men xo'sh, opayning umri uzun bo'lsin deb har qachon tilayman. Undan boshqa qarindoshlarim bor, meni yo'lab men uchun umr bo'yi jafo chekayotgan qarindoshlarim. Mening hadam go'zallari Umar, akam Dilshod Umar, Dilmurod Umar, cho'ng adam Rashida Umar degandek qarindoshlarimning umrining uzun bo'lishini, mening shu kasbim, hayotimga kuch qo'shib, menga ilhom bo'lib, menga quvvat bo'lib, menga yaxshi yo'l hozirlab berayotgan ayolim Rizvongul Yoqub. Oiladagi bolalarim qatorliq hamda men yaxshi ko'radigan, men suyadigan barliq
sana o'xshash aziz, qimmatli ömürlük ağaylarim qatorliq nurg'un men yaxshi ko'rgan hurmatli zotlar ko'p. Ama shularning hammasining turmushiga xotirjamlik, har qachon ularga xo'shal xo'ramlik chin yuragimdan umid qilma. Bir şey kelganda sen bir quchoqlan. Hey adaş. Ben bugünkü günde sana bir alaydı bir soğuk tayyorlashni o'ylashgan. O'ylab baksam hoş geldiniz programısı ve onun aziz mehmonlarini tartib bütün jamiyatgacha, cho'ngdan kichikgacha bu ishga, ya'ni umumyuzlik halliq saviyaga yetish va nomrodlikdan qutulish xizmatida birmi rayon va birmi odam qolib qolmaslik degan chiroyli bir siyosatning ostida hammamiz o'rtaq kurash qilmoqdamiz. Shunga o'zining etizida, o'zining beg'ida o'stirgan mevchi va ko'ktatlardan sana so'ng qilishni eng to'g'ri topdim. Rahmat. Mushuni qabul qilgaysan. Rahmat. Menimcha bu bizning programmaning yoki bizning aziz mehmonlarimizning emas, butun jamiyat ko'ngil biladigan bir masala deb o'ylayman. Serkerde serkerde yeza ve şehirde serkerde serkerde hemrayim keşte seherde Kahveyde gol seferde caç asrımı bulsan egerde Hemramana her günü Allah'ın namı serkerde Serkerde serkerde